Assalomu alaykum aka-ukalar, yaxshimisizlar? Aka-ukalar, tinchmisizlar? Biz Farg'ona viloyati Yangiqo'rg'on tumani Yangiqo'rg'on bozoridamiz. Akalar, laklar bosamiz videoga. Yangiqo'rg'onga ham bugun semiz qo'chqorlar ko'p chiqibdi. Ancha serob semiz qo'chqorlar. Ama ancha serob. Ana shuni oldingizmi, birodar? Nech pulga? 6 million 900 ga mana. 6 million 900 bo'pti. Semiz akami. Tirigi shu 100 kiloga borib qoladi, 100 kiloga. To'ygashgina tirigi 100 kiloga borib qoladi, go'shog'i 60 kiloga borib qoladi. Bozorda sotilgan joyidan mana. Alisher aka, sariq nishpiga oldingiz. 83 bo'ldi. 8 million uchun tirigi 124. 124. Bunisi-chi qoralari. 118 kilo. Nech pul bo'ldi? 750 ming dollar. Taroziga tortib oldilarmi yoki kemachimi? Nech pullar taroziga? 68, 67 ming, 66 ming. 66 ming, 67 ming. Bu 118 kilo zo'r ekan-a? 7,5 bo'ldi. 7,5 nech kilo keldi bunda? 7,5 ming. Oqilmadi o'sha. Buni qo'ylar zo'rini sizlarni. Qani elchilik ham chishyapti. Nimalar, ishton nimalar ko'ratda buni. Mana bu yerga zotga ham yaxshi qo'y chiqibdi. Tirigi 112 kilo ekan. Tirigi 112 kilo. Qo'yni gazi uzun. Zot olsa ham bo'laveradi. Bo'yi ham 95-96. Ammo menga yoqqan joyi gazi uzun ekan. 7 million 700 ga berishman. Go'shog'iga hisoblasangiz ham 70 kilo kelib qoladi ammo. Qo'yni gazi uzun ekan. Va 4 ta semiz qo'chqor ham bor ekan. 4 ta semiz. Go'sht yog'i 60 kilo atrofida, 60 kilo atrofida. Qo'qonlik umitaga qasab olishibdi mana. 6 milliondan baraka bo'ldi, 24 millionga. Quyug'i, suyug'i 240 kilo kilolardi. Ana shu qo'chqorlar arzon bo'ldi. Past kelsa 57-58, baland 62-60 kilogacha oldi. 24 millionga baraka bo'ldi. 24 million. Jonivorlar ama semiz ekan ama. Baylab turavering, pulni oling, keyin baylab oladi. 24 millionga baraka bo'ldi ama. Mana shu ko'k qo'zi sanish pul bo'ldi. Ko'k qo'zicha. 2 million 850 arzon bo'pti ama. Mana 3 million 200, 3 million 300 qo'zilar mana. 2 million 850 dan baraka bo'pti ama. 2 million 850 dan. 2 million 850 dan baraka bo'pti. Arzon 3 million 200, 3 million 300 qo'zilar mana. Bozorda shoshilmasdan yurilsa shunisi yaxshi. Mana shu to'rovi ham sotilibdi, to'rovi. Mana shu sovuliq mana. Sovuliq ama badani o'ta semiz ekan. 6 million 600 ga olishdi mana. Qisqa sovuliqda foydasi katta. 6 million 600 ga olishdan badani ushadim. Mana shu sovuliqda 70 kilo ko'ryapti qasob, 70 kilo. Ama sovuliq semiz ekan, jonivor ama. Ipasdan ko'ringlar mana. Buni uchoq qo'chqor mana. 17 million 500 bo'ldi, 17 million 500. Mana shu qo'chqorlar quyug'i suyug'i 170 kilo ko'rdi. Kattasi 60 kilo, ikkitasi 55 kilodan. 170 kilo kelib qoladi. 100 ming 102 mingdan tushadi ama. 100 ming 102 mingdan bozorlar serob. Buni raza qo'y kirib berma. Mana shu ko'k qo'chqor ham sotildi. Mana shu ko'k qo'chqor mana. Go'sht yog'iga sarig'ini 65 kilo ko'rdim. Qorasini 57-58 kilo ko'rdim. Qassob to'g'risini ayting, adashmadimmi kiloga? Sarig'i 65, sarig'ini 65, qorasini 57-58 ko'rdim. 12,5 million. Raza balansi 102 mingdan tushadi ama. 122-123 kilo. Ama arzon bo'ldi. 12 million 500 ga arzon. Quyug'i, suyug'i ikkovsi 122-123 kilo kelib qoladi. Arzon bo'ldi. Qancha foyda berasiz, gapiring. Joylas, foyda ham berishadi qo'qonlik qassoblar mana. Bozorda bo'lgan semiz qo'chqorlar zo'rlari chiqibdi. Katta qo'chqorlar ham serob, bo'yi 1 metrlik qo'chqorlar ham zot kabi hammasidan serob bo'ldi. Mana shu ko'k qo'chqor mana. Go'sht yog'i 50 kilodan kelib qoladi. Go'sht yog'i 50 kilo atrofida. Ikkovini 5,5 dan berishmadi. Bu sariqni 62 ga berishmadi, sariqni. Keyingisini 5,5 millionga berishmadi. Bozorlar serob. Ikkoviga qancha pul berdingiz, Abdullajon? Aka nech pul qilishdi?
Oqini 5 million, qorasi 53 qilib qoldi. Semiz ekan jonivor. Oqi 5 million, qorasi 53 ami. 6 million qilishyapti. 6 million ama jonivor semiz ekan ami. Jonivor semiz. Tirigi bir 100 kilo kelib qoladi ami. Yaxshi semiz ekan ami. Tortilib semirgan qo'chqor ekan ami. 6 million qilishyapti. Olyapti, yaxshi qo'yapti. Mana shu qo'chqor ham baraka 8 millionga. 8 millionga sotilibdi. Baraka bo'lgan joyida. 65 kilolik, 65 kilo keladi. Semiz ekan ami. Yo, 5 million 100 sotilibdi. 5 million 100. 5 milyon zo'rga berdi. 5 million 100. Mana katta qo'chqor ham bozorga chiqibdi. Katta qo'chqor bugun 11,5 millionga berishmadi. Bu 1.5, 1.4. Bunisini 8,5 millionga berishmayapti. Sariqdi. Go'sht yog'iga 80 kilo kelib qoladi. Faqat dumbasi katta aybi. 8,5 ga berishyapti. Ammo jonivor semiz ekan. Bozor past bo'libdi bugun. Bozor to'la qo'y. Bozorda xaridor yo'q. Realniy savdo yo'q, realniy. Realniy savdo yo'q. Uch oylik pul beradi hoji bu. Kichkinasi 4 million. Ha, kichkinasi 4 million, kattasi 4 million 300 dan berishmoqda. Bu shoxlikni qanchaga bermadingiz? 4 million 300 ga bermadingiz. 4 million 300 ga berilmadi. 4 million 300 ga. Qo'y katta sariqni hech pulga bermadingiz? 7 million qildimi? 7 millionga berilmadi. Baraka bo'ldimi oxiri baraka? Baraka bo'ldimi? Qo'y ko'pligiga realniy savdo yo'q. Bozor to'la qo'yami. Hoji aka qaysi? 5 million ozgina qolib kelishib olasizlar, bering. 5 million 200 qilishga 45-46 kilo eki bor. 45-46 kilo eki bor. 5 million 200. Mana qo'chqor mana 5 million 250 ga qoldi. 5 million 250 ga. 5 million 250. Shu boqiliga olish boqiliga hoji aka. Nishman? $4,5 million. Bugun bozorga boqiliga kichik qo'chqorlar serob $4,5 million berishmoqda. $4,5 million. Nishman qilib birodar buni? 5 millionga berishmoqda. 70 kilo keladi. 5 million. Bularni ish bilan bermadingiz? 4,5 million. 4,5 milliondan berishmoqda. Hammasi ketishdi. Bozor serob 4,5 milliondan berishmoqda. 4,5 milliondan. 4,5 million realniy savdoga berishmoqda. Hoji bu ish pulga bermadingiz? Ish pulga? 3 million 800 ga. 3 million 800 ga. Nish pulga bermadingiz ko'rni? 4 million 700 dan 9 million 400. Birodar nish pul qildi buni? Qo'chqor nish pulga bermadingiz? 6 million 700 ga berishmoqda. 6 million 700 ga. Tiriga 90 kilo kelib qoladi. 90 kilolik qo'chqor 6 million 700. Aka nish pulga bermadingiz buni? 5 million 800 ga. Mana zotgan sifat zo'r bor ekan. Do'stim nish pulga bermadingiz? 5 million 300. Bozorda realniy savdo yo'q, realniy yana. Birov qo'satgan ko'rganim yo'q ama. Hoji aka sarig'i nish pul sarig'i?
Qanchaga sotildi? 5 milyon 700, 5 milyon 700 ga baraka bo'l. Ish qilasiz hoji aka, assalomu alaykum. 51 bo'pti, 5 million dedim, 51 berdi. 5 milyon 100 qilishyapti. Realniy savdo ekan, foydalanishga. Semiz akamiz, Semiz akam 5 milyon 100 bersalar oling. Xudo barakasi bersin. Berasizmi shu birga? Yaqinlashdimi, tog'a? Yaqinlashdimi? Jinda qo'shing, mayli, jinda qo'shib bering, mayli. Boqqan odam ham nomini bo'lmasin. Ana shu sariq 4 milyon 700 ga olish, 4 milyon 700. Nishpiga bermadingiz bugun? 5,5 milyon, 5,5 milyon. Do'stim nishpiga bermadingiz buni? 5 milyon 800 ga berilma, 5 milyon 8. 4 milyon 800 ga berilma, 4 milyon 800 ga. 4 milyon 800 ga berilma, 4 milyon 800 ga. 5 milyon 700 ga sotilibdi. Bozor to'la qo'yman. Bozorda xaridor realniy savdo yo'q. Bugun bearmon chiqib qolmoqda. Sariq nishpiga bermadi, sariqni. 5 milyon 300 ga berishmadi, sariq 5,3 ga. 5,3 ga berishmabdi. Baraka bo'l, baraka bo'lgan joyda. Nishpiga baraka bo'l, issig'ida 4 milyon 200. 4 milyon 200. Tirga 60 kilolik qo'chqor bo'ldi. Go'shog'i 35 kilo keladi. 4 milyon 200. Kimdan ekan bular? Pulini ish bilanmi? 6 o'ni bir joyga. 5 million 300. 5 milyon 300 dan deyapsiz. Savdo qilishdimi realni? 4 million 900 qilishdi. 4 milyon 900 ga buni. Bular qolganlarchi? Sotdingizmi ichidan bironta? Sotdik, qoradan sotdik. 4 million 300 dan. Bunisini berganimiz yo'q. 4 milyon 300. Har xil sotyapsiz ekan, narxlari? Sotganim yo'q hali. Har xil ekan narxlar. Narxlar har xil. Dehqon aka, hormaysiz. Assalomu alaykum. Ikkovini ish pulga beramiz. 6 ga. Shu odam taniganlar bir kommentariyga yozinglar, shu odam arzon sotsa ham qimmatmi? 6 millionga berib olasiz. Qo'chqor ko'y, qo'chqor to'la qo'ysa. Sal qimmat emasmi? 5,5 ga berib olsangiz, 5,5 ga chiqadigan savdoga. 5,5 deyim, 5,5. Olgan odam xursand bo'lsa. Shami? Icha bor deyishyapti, rahmat. Baraka bo'lgan joyda nech pul bo'ldi, birodar? 32. 3 milyon 200. Yaxshi, 5 oylik qo'ysa arzon bo'ldi. Buchi bunisi nech pul bunisi, tog'a? Savdo qilishdimi, qilishmabmi? 3 milyon 200 dan sotishdi, 3 milyon 200. Ikkovini ish pulga bermadingiz? Ikkovini 10 millionga sotilmabdi, 10 millionga berilmabdi, 10 millionga. Tirik 75 kilodan keladi, tirik 75 kilodan. Mana qo'y savdosi rosa qattiq. 1 soatdan beri savdo bo'ldi, 5 millionga chiqdi. Mana qo'y 5 milyon 300 ga savdo bo'ldi. Birodar, qanchaga bermadingiz oxirgi narxi? 4 milyon 800. Sariq ish qilib sariq, tog'a. Nishpiga berib olamiz, savdo qilmagan bo'lsa. Ha, 5 milyon kam bor deyishyapti, 5 milyon. 5 milyon kam bor deyishyapti. Nishpiga sotilgan sariq qo'chqor? 4 milyon 200, 4 milyon 200 ga sotildi. Idilbay aka. Idilbay yolg'on gapirmayman, birodar. 4 milyon 200. Yolg'on gapirsa harom bo'lib qoladi-da, birodar. Deb sariq qo'y, Idilbay sizni noto'g'ri tushunmas odamlar. Mana shu to'ro'si boqishga zo'r mana. 4 milliondan berishmabdi. Faqat qo'ylar qarovsiz qolib ketgan mana, qarovsiz. Qo'ylar sifati yaxshi ekan. Mana so'liqlarga o'tamiz. Mana sariqda mana. Qassob aka! Qassob! 4 millionga buni 3 milyon 752 buni olishdi mana. Mana so'q qisirlar. 3 milyon 700 dan berishmabdi qisirlar mana. 3 milyon 700 dan sotilmabdi, 4 milyon 100 dan mo'ljallanib deyishadi. 4 milyon 100 dan bu sotdim deyishadi. Hechcha qimmatdan narxi 4 milyon 100 dan. Oxirgi narxini ish bilan qilib berasizlar.
Birodar bilan ish bilan qiladi. To'g'ri puli bizda qimmatda. Mayli, mas tomonlama. Yo'q, 4 million. Oxirgi narxini aytdi. Oxirini ham so'ralyapti. Ayting. Oxirini ham so'raydi. Oxirini aytsangizdan so'raydi. Oxirgi narxini aytayapti. To'g'ridan bo'lsa beraman. Telefon nomerini yaxshilab ayting. 97lik 215 29 22. Uyda nechta bor? Uyda 10 ta ona, 10 ta bola bor. 10 ta bola, 10 ta ina, 10 ta bola bor ekan uyda. 4 milliondan bo'lsa beraman isha. Bular zotga qo'shsa ham bo'laveradi. Semirtirib, go'sht yo'nalishga boqsa ham bo'laveradi. Go'sht yo'nalishga. Mana qo'chqorim savdo bo'libdi. 4 million 400 ga berishmadi. Mana shu qo'chqorim go'sht yoq kelaveradi. Ular boqilayotgan. 4 million 400 ga berilmadi. 4 million 400 ga sotilmoqda. Birodar, nishmi qilishdi bugun buni? 4 million 300 ga berishmoqda. 4 million 300 ga. Semiz 37-38 kilo yuk bor mana. 4 million 300 ga berilmoqda. Aka, qaysini savdo qilyapsiz? Bismillah. Bilan olamizmi? Ha, bilaman. 2,5 milliondan berishmayapti. 2,5 million, 7,5 million savdo qilishyapti. Ozgina bor deyishyapti. 7,5 millionga berishmayapti. Mana 4 ta qo'chqor mana. Shtaringiz 75 kilodan mana. Tog'a nechi pulga bermayapsiz oxiri? Ha? 5 million. 5 milliondan qilishdimi? To'g'ri mana 5 milliondan savdo qilishdi, 5 milliondan berishmadi. 5 milliondan. Mana do'ppili tog'a, yapali tog'a, sog'liq boqilgan tog'a. Ammo bugun bozorda boqqan zo'r qo'ylar oldim, boqqan mana. Qo'ylar zo'rini oldim. Mana shuni pulga sotdingiz oxirisiz? Mana 5 million 300. Mana 5 million 300. Boqqani olishdi. Hammasi suyuq, yo'g'on, ilik yo'g'on qo'chqorlar mana. Boqqani shunaqa uzun, oyoq qo'li yo'g'on, ilik yo'g'on qo'chqorlar bo'lib qolishi kerak. Mana shu qo'chqorlar 4-5 boqib sotishayotgan. 5 million 300, 5 million 200 dan olinadi shu qo'chqorlar. 4 million 200, 4 million 200 ko'rdim. So'ygan 4 million 200 ga olishibdi mana. Qo'chqor 5 millionga sotildi. Trevesi 80 kilo. Go'sht yog'iga 48 kilo kelib qoladi. Jonivor ama o'ta go'shtdor, o'ta semiz. Mana shu qo'chqor sotildi mana akalar. Savdo bo'lib turgan joyda semiz qo'chqor dumbali sherigi. Birodar, nechi pul qildingiz? Dumbasi ko'tarilgan hisobiga qo'chqor narxi arzonroq. Dumbasi 15 kilo keladi. 4 million 700. 4 million 700 ga berish, uning 80 yo 48 kilo keladi. Faqat bitta aybi dumbasi ko'tarilgan hisobiga savdosi pastroq. Mana shu qo'chqorlar mana. Aka, bugun sotmadingizmi bularni? Sal yuringchi iltimos. Mana shu qo'chqorlar sotiladi mana. Qo'chqorlar go'sht yog'iga 48 kilodan yuki bor. 48 kilo. Oxirgi narxini nech pulga sotamiz, birodar? Buni 11,5 millionga berishman. 11,5 millionga sotilaveradi deyishyapti. Mana shu jonivor 5 millionga sotildi. Baraka bo'ldi. Buni nech pulga bermadingiz bugun, birodar? 6,5 millionga beraman. 6 million 500 ming. Tirigi 97-98 kilo. Go'sht yog'iga 60 kilo kelib qoladi mana. Go'sht yog'iga 5 million 300 ga sotildi. 46-47 kilo ekan. 5 million 300 ga baraka bo'ldi mana. Baraka